Assalomu alaykum, yaxshilar. Hammangizga yaxshi kayfiyat. Dam olish kunlar zo'r o'tib turibmi? Bugun yana 83-87-yilda Urganch muzika bilim yurtida o'qigan do'stlarimiz kelib tilayna bilyapti. Zarifboy, Ömürbek, Sattor, Davronbek, O'ktamboy ambayna, Farhod, Otabek yine illik qaladan keldi. Mang'itdan ham rakam ham keldi. Farhod, Bahramboy, Xivadan. Ana Yash, Farhodjon, hammamiz shuda. O'rtoqlar bir-ikki jo'llarimiz bor. Zokirjon bor, Mahmud Gamadi, Husaynboy bor, yana kim bor? Yalasa Botirboy, hammalari sog' salomat bo'lsinlar. Professor Quvondiq bor aytganda, hammangizga sog' salomatligina bugun uchrashib qoldik. Hammangizga shu yaxshi kayfiyat, dam olish kuni bugun yana quvonchli kunimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, bugun bizda bayram bo'lib turibdi, yana ajoyib kun. Shularni aytib boshladi yana kursdoshlarimiz. Yana bir narsa yodimda yo'q. Bugun qadrdonlarimiz, do'stlarimiz, ajoyib yaqin insonlarimizning tug'ilgan kunlari ham bor. Shularning ham umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lsinlar. Neki niyatlari bo'lsa, hammasini Xudo bersin. Tug'ilgan kunni inshaalloh turgan yaqinlarimizni tabriklaymiz, sog' bo'lsinlar.